Xolodilnikka narsalarni paketlarda qo'yishni yoqtirmayman. Chetdan qaraganda juda ham yoyilgan bo'lib ko'rinadi, ham ichida nima bor yo'qligini bir xilda bilib ham bo'lmaydi. Kechqurun Oyijon kelib bozorlik qilib kelishgandi. Bozorliklarni joylashtirishga ulgurmaganimiz uchun hamma narsa paketlari bilan turibdi. Ertalab choy ichib bo'lgandan keyin hamma narsani bo'shatib, ko'rinib turadigan konteynerlarga solib, chiroyli qilib uborgacha qilib oldim. Oynalarini olib yuvamadim, sababi xolodilnik orqaga taqalib turgani uchun eshiklari yaxshi ochilmayapti. Shunga oynasi chiqmadi. O'zim surib ko'rmoqchi bo'ldim, surishga kuchim yetmadi. Shunga oynalarni turgan joyida olinadiganlarini bo'lsa ko'pirtirib yuvib oldim. Sabzi va lo'lagilarni yuvib joylashtiraman, turbolari ko'rinib turgani yoqmaydi. Oldinlari tuxumlarni ham yuvib joylashtirib o'tdim. Auditoriyamda ko'pchilik tuxum yuvish mumkin emas deyishganligi uchun o'qib chiqib bilib oldim, tuxumlarni rostdan ham yuvish mumkin emas ekan. Shunga yuvmasdan joylashtirib olman. Faqat ishlatayotgan paytimiz yuvib ishlatib olamiz. Konteynerga azginchadan hozir ishlatadiganlarimizni joylashtirib qo'ydim. Qolgan ortiqchalarini orqadagi eski xolodilligimizga qo'ydim. Karom, brokkoli, gulkaromlarni oq paketlarga solib tortmaga qo'yaman, so'lib qolmasligi uchun va bir xil bo'lib ko'rinib turishi uchun. Go'shtni ham kichkina konteynerda hozir ishlatadiganimizni olib qo'yib, qolganlarini morozilkaga qo'yib qo'yamiz, yomon bo'lib qolmasligi uchun. Bu tortmachada bo'lsa, nonushta uchun yeyiladigan hamma narsalarni bitta qilib qo'yganman. Tuxumlar uchun ham konteyner olishimiz kerak. Ungacha shunaqa eshigiga taxlab qo'ydim. Dov bilan posteni solishtirsa shunaqa katta o'zgarish bor. Qizlar, o'zimga shunaqa ham yoqib, qilib bo'lganimdan keyin yana bir marta ochib tomosha qildim. Oxirida dog'larni artib, ishimni tugatdim.